Hech qayerda yo'q, hech kim aytmagan retseptlar aytishda davom etmasak bo'lmaydi, chunki adenoidga juda ham ko'p savollar tushadi. Adenoidga tabiiy usulda nimadir qilsak bo'ladimi? Nima uchun yoshgina bolamiz operatsiya qildiramizmi, to'g'rasizlar? Adenoid o'zi doimiy ravishda burun yo'llarini yallig'lantirib yurasizlar. Bu biriktiruvchi to'qima o'sishi natijasida polipga va undan keyin suyak to'qima o'sishi natijasida adenoidga aylanadi. O'shancha birinchi o'rinda burun yo'llarini shamollashini bartaraf qilib olinglar. Burunlarni tuzli suvda, tomoqda tuzli suvda tez-tez chayqab turish juda ham yaxshi. Baliq yog'lari ichiringlar bolalarga. Ana undan keyin oyoqlariga tosh tuzda vanna qilinglar. Tosh tuzi hammalaringlar bilasizlar. Undan keyin eng zo'r retsept adenoidga 2 osh qoshiq svikla, ya'ni lavlagi sokini olasizlar va 1 osh qoshiq toza asal ikkalasini aralashtirib 4, 5, 6 tomchidan hatto 5-6 mahal burniga muntazam tomizasizlar va adenoid baribir ham topadi.